Ko'p hurmatli podpischilar, sizlarga Samarqand mashina bozorida Nexia 1, Nexia 2 larni ko'rsatib boraman. Har xillardan bo'ladi, navbat qilingan har xillardan bo'ladi. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmachasini bossiz, bizdan chiqayotgan videoni birinchilardan bilib ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram kanalimiz bor, ularga ham kirsangiz har xil videolar qo'yib boraman. Sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda biz yo'ligimizni boshlaylik. Bitta ikkini sizlar uchun yeri zo'ridan top qo'yib, hurmatli obunachilar, siz videoni albatta oxirigacha ko'ring. Har xillardan bo'ladi. Navbat qilgan har xillardan bo'ladi. Bu Nexia 2 ning yili 2015, texpasport ham, kuzov ham 2015 ekan. Faralarga e'tibor berib qarang, faralar LED qilingan, lobovoylar gerb qilingan, mashina krugovoy shumka qilingan ekan. Motor hadoylarda hech qanday ish yo'q ekan. Motor 1.6 metanli ustunligidan o'rnatilgan. Derkor akkumulyatorlarda Lux bez konditsioner. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salonchaga bitta e'tibor bering. Saloncha Lux, poygalar evakor tashlab qo'yilgan, genterlar o'rnatilgan. Yurgan probegi 370 ta yurgan, audio sistema, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Mana buni ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham zo'r holatda ekan. Akam yaxshi aytgan ekan mashina. Maramat, orqalariga e'tibor bering. Zapaska bo'limi yo'q ekan, bir akalar metan yuztalik o'rnatilgan turibdi. Yon tomondan ko'rishlar, kraskasi bir 40% bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Aka, telefon nomer aka? 77 lik 045 29 37. Narxi 3,5 ming deyaptilar. Sizlar uchun savdolashib, ba'zilar 3,5 ming qo'yaplar, lekin aslida 3700 ga bermagan ekanlar. Sizlar uchun savdolashib 3,5 ming qo'ydim. Sam avtobridan chiqsangiz agar cho'naqda qilib berar ekanlar. Albatta aloqaga chiqing. Aka, ginalga berasizmi aka? Gen berar ekanlar. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ulardan ko'rsatib boraman. Yili 2008. Motor hadolarda hech qanday ish yo'q ekan. Hozir sizlarga motor hadoini ko'rsatib boraman. Motor sonstrambular metan 80 talikdan o'rnatilgan. Hadoylari zo'r ekan. Yon tomondan ko'rishlari, balonlar yaxshi holatda turibdi. Mashina krugovoy shumka qilingan ekan. Tonirovkasi bor. Salonchaga bitta e'tibor bering. Saloncha Lux. Cho'lari bor, poliklari bor. Yurgan probegi 4 krug yurgan, audio sistema, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mashina jumali mashina ekan. Sizlarga orqalarini ham ko'rsataman. Orqalariga bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Zapaska bilan bor, metan 80 talik turibdi. Yon tomondan ko'rishlari, aka qancha so'rayapsiz aka? 30 million so'rayapsiz aka. Sam avto brendan chiqib necha pulga berasiz aka? Xo'sh aka, ginalga berasizmi? Bo'ladi, любойda aka. Xo'sh. Sam avto brendan chiqsa cho'lnaqda qilib berar ekanlar. Telefon nomer 90 lik 199 199 1197 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nexia 2 sizlar uchun yili zo'ridan topgan hurmatli obunachilar, holatchasiga bitta e'tibor berib qarang. Yili 2014 ga 2015, texpasportda 2014, lekin kuzov 2015 ekan. Faralar LED qilingan, mashina krugovoy polirovka qilingan ekan, keramika qilingan, kraskasi absolyutno top-toza ekan. Motor hadolasini ko'rsatib boraman. Motor 1.6 3-pokoleniya propan tabletka gaz o'rnatilgan. Motor hadoylarda hech qanday ish yo'q ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Hozirga salonchalarni ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Salonchalarga bitta e'tibor bering. Salonchalar ham yaxshi holatda, zo'r holatda turibdi. Genterlar o'rnatilgan, poliglar evakor tashlab qo'yilgan, o'zining zavodga sideralardan turibdi. Yurgan probegi 67 ta yurgan atigina, audio sistema, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Mana bu ko'rsangiz orqalari ham tiniq holatda. Apparatura tirilgan, kelmitda originaldan o'rnatilgan. Orqalarni ham ko'rsatib boraman. Orqadagi bahaybatgina kengina bagaj. Zapaska bilan yo'q ekan, berar ekanlar. Tabletka gaz turibdi. Yon tomondan ko'rishlari. Aka, bu Nexia 2 ni 5,5 deyaptilar. Savdo savdosi 5 mingga qo'yapman. Yana ozroq savdosi bor aka. Xo'sh aka, telefon nomer aka? 95 lik 215 75 73. Ginalga berasizmi aka? Beramiz. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Birlardan ko'rsatib boraman. Yili 2008, holatchasiga bitta e'tibor bering. Holatchasi yaxshi holatda ekan. Faralar LED qilingan. Hozir motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motori Dons
Lux konditsioner metan yuztalikdan o'rnatilgan, motor hadolarda hech qanday ish yo'q ekan. Mashin payriq mashina ekan, 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan. Balonlari yaxshisi o'rnatilgan ekan. Holati yaxshi ekan holatchasi. Salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlar Lux, polglari bor, chiqolari bor. Yurgan parabek 3 quruq yurgan, audio sistema, orqadan ko'rishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mana bu ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Xo'sh, aka. Mana bu ko'rsangiz bo'ladi. Zapaska balon turibdi. Orqalari ham qirilgan joylari yo'q. Zapaska kalit turibdi. Aka, mashina qayerda mashina? Payariq. Mashina payriq mashina ekan. Qancha so'rayapsiz aka? 25 million. 25 million debdilar. Sağ avto bizdan chiqsa sizlar uchun savdolashib tortishib 20 million qilib qo'yapman. Faqat naqdga ekan. Giralka berasizmi aka? Hayt, mayli. Bo'pti. Telefon nomer. Sizni nimalarsiz kelsa beramiz. 99lik. 99lik 204 204 30lik. 3002 telefon qilib aloqaga chiqasiz. Va ikkini sizlar uchun bitta yili zo'rdan topib qo'yapman. 2015 Labovoga bitta e'tibor berib qarang. Labovolar gerb qilingan, farlar led qilingan. Texpasport ham kuzov ham 2015 ekan. Motor hadolarga e'tibor bering. Motor hadolarga hech qanday ish yo'q ekan. Motor 1.6 Lux konditsioner metan 100 talikdan o'rnatilgan. Hadolarga javob pasport yo'q ekan deb aytibdilar egalari. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mijigar pultlarigacha bor ekan, tonirovkasi bor. Salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlar Lux konditsioner. Salonlar ham zo'r holatda turibdi. Jenterlar o'rnatilgan, polik evakor tashlab qo'yilgan, chiqonlari bor ekan. Yurgan probegi 241 ta yurgan. Monitor yaxshi o'rnatilgan. Orqalari yaxshi holatda turibdi. Orqalardan ko'rsangiz bo'ladi, mana bu. Orqalari ham yaxshi holatda, zo'r holatda turibdi. Aka, mashina qayerda mashina aka? Mashina pastarg'on mashina ekan. Maramat ko'rsangiz bo'ladi. Zapaska bo'lgan joyda turibdi. Xo'sh aka, qancha so'rayapsiz aka? 5 million. Xo'sh aka, mana kraskasi mana shu yerda ozroq kraskasi sepilgan ekan, ichiga o'tmagan, hech kim o'darib bo'lmagan ekan. Aka, savdosi bor, savdosi bilan chiqsa agar aka? 4700 ga beramiz. 4700 ga qilib berar ekanlar. Generalka berasizmi? Beramiz. Telefon nomer aka? 70lik 70lik 232 36 66 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ulardan ko'rsatib boraman. Yili 2006 holatchasiga bitta e'tibor berib qarang. Holatchasi yaxshi holatda ekan. Hozir motor hadolari sizlarga ko'rsatib boraman. Motori Sonstran bilan metan 80 talikdan o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Hozir sizga salonlarni ko'rsataman. Salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlari ham yaxshi holatda turibdi. Chiqolari bor, poliglari bor. Yurgan probeg 280 ta yurgan. Audio sistema, orqadan ko'rinishlari, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Ko'rsangiz bo'ladi mana men. Mashina pastarg'on mashina ekan. Orqalariga bitta e'tibor bering. Metan turibdi 80 talik. Zapaska balon bor ekan. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, qancha so'rayapsiz aka? Shuning uchun so'rayapti aka. Xo'sh, sam avto bilan necha pul qilib berasiz? Naqd bo'lsa 3 million aka. Xo'sh, telefon nomer 91lik 91lik 315 315 18 85. 18 85. Kraskasi bir 30% bor ekan, ichiga o'tmagan, udar-budar bo'lmagan ekan. Telefon qilib aloqaga chiqasiz. Birlardan ko'rsatib bor holatchasiga bitta e'tibor bering. Yili 2008. Mashina krugovoy shumka qilingan, faralar led qilingan. Hozir motor hadolari ko'rsatib boraman. Motori Dons Lux konditsioner metan 90 talikdan o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Mashina narpay mashina ekan, tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlari ham yaxshi holatda, zo'r holatda turibdi. Yurgan probegi 170 ta yurgan atigina. Audio sistema, orqadan ko'rsa, orqalari ham mana qarang, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Mana qarang. Orqalari ham tiniq holatda, yaxshi holatda turibdi. Orqalari metan turibdi 90 talik. Zapaska o'rin joyida bor. Yon tomondan ko'rishlari. Kraskasi kapot bilan krilo yonida bor ekan. Hech qanday boshqa joyga o'tmagan ekan. Patfitnacha debdilar. Udar-fudar bo'lmagan ekan. Akamiz bu Nexia 1 ni 3000 3,5 ming debdilar.
Sizlar uchun savdolashib 3200 ga qilib qo'yapman. Generalga berasizmi aka? Bor. Telefon nomer 97lik. 97lik 928 928 86 44. 8644 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkilardan ko'rsatib borib, yili 2015 ga 2016 ekan. Texpasportda 2015, Kuzov 2016 ekan. Farlarga e'tibor berib qarang, farlar LED qilingan, lobovoylar gerb qilingan. Hozir motor hadolari sizga ko'rsatib boraman. Motori gibrid, lyuks konditsioner, metan 90 taligida o'rnatilgan. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Salonlarga bitta e'tibor bering. Salonlar lyuks konditsioner. Qo'lga evakor tashlab qo'yilgan, bironta qirilgan joylari yo'q ekan. Yurgan probegi 190 ta yurgan, audio sistema orqadan ko'rishlari. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Albatta ko'rishingiz bo'ladi, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Orqalari metan turibdi 90 talik. Zapaska balon bor, joyda turibdi. Yon tomondan ko'rishlari kraskasi bir 30-40% bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Akamiz bu Nexta 2 ni 50 million deyaptilar. Sizlar uchun savdolashib, yana ozroq sur'atiga o'tib berar ekanlar. Savdosi bor ekan. Generalga berasizmi? Ha, hamanda. Xo'sh, telefon nomer 97 97lik 922 922 05 05 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Sizlar ikkini sizlar uchun 2014 2015 dan topib qo'yapman. Texpasportga 2014, lekin Kuzov 2015 ekan. Hozir motor hadolarni sizlarga ko'rsatib boraman. Maraman motor hadolarni ko'rsangiz bo'ladi. Motor 1.6, 3-pokoleniya propan tabletka gaz o'rnatilgan, Delcor akkumulyatorlarda motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan, moy qo'yilmagan ekan. Balon holatlariga e'tibor bering, balon holatlari yaxshi holatda ekan. Lobovoyga e'tibor berib qarang, lobovoylar gerb qilingan, mijgar pultlari bor. Mashin shumka qilingan. Salon ishlari lyuks, maraman ko'rsangiz bo'ladi. Polglar evakor tashlab qo'yilgan, chiqonlari bor. Yurgan probegi 125 ta yurgan, audio sistema. Orqadan ko'rishlar, orqalarga e'tibor bering, qanday zo'r holatda, tinni holatda turgan ekan. Akamiz mashinani zo'r saqlagan ekanlar, yaxshi degan ekanlar. Hozir orqalari ham ko'rsataman sizlarga, maraman ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham yaxshi holatda, propan gaz turibdi. Mana zanglagan joylari yo'q. Yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rishlari, akamiz bu kraskasiga javob 100% debdilar. Любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Yon tomondan ko'rishlari. Aka telefon nomer aka. Ayting telefon nomeringizni. 99lik 357 09 82 qancha so'rayapsiz aka? 4800 yana ozroq savdosi ham bor, savdo o'rtadan chiqsangiz aka. Generalga berasizmi? Xo'sh, telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Telefon nomer 99lik 99lik 357 357 09 09 82. 82 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ekstra ikkalasi uchun zo'rdan topib qo'yapman. Kraska tozasidan любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'ladi. 100 kraskasi 100% javob deb aytayaptilar. Farlarga e'tibor berib qarang, farlar LED qilingan, yili 2014 ga 2015 ekan. Kuzov 2015, Texpasportga 2014 yozilgan ekan. Lobovoyga e'tibor berib qarang, lobovoylar gerb qilingan, mijgar pullari bor ekan. Hozir motor hadolarni ko'rsataman. Motor 1.6, propan tabletka gaz o'rnatilgan 3-pokoleniya, Delcor akkumulyatorlari. Motor hadolarida hech qanday ish yo'q ekan. Moy yemar ekan. Balon holatlariga qarang, balon holatlari yaxshi holatda ekan. Mashin shumka qilingan, tonirovkasi bor ekan. Maraman salonchiga qarang. Salonchi lyuks, zo'r holatda, tinni holatda turgan ekan. Polga evakor tashlab qo'yilgan, chiqonlari bor. Yurgan probegi 125 ta yurgan, audio sistema. Orqadan ko'rishlari, orqalarda ham yaxshi holatda ekan. Mashin qayr mashina aka? Mashin qayr mashina? Mashin Urgut mashina ekan. Orqalariga e'tibor bering. Propan gaz turibdi, orqalari ham zanglagan, qirilgan joylari yo'q ekan. Yon tomondan ko'rishlari, kraskasiga 100% javob toza debdilar. Akamiz bu Nexta 2 ni 4800 debdilar. Sam avto brenddan chiqsa degan, yana choyli narxda qilib berar ekanlar, sunnatiga o'tib berar ekanlar choyli narxda qilib. Generalga berasizmi aka? Xo'sh, telefon nomer 99lik 357 09 82 telefon qilib aloqaga chiqasizlar.